Sening Toxic to the End qo'shig'ing zaharli sobiq sevgiling haqida. Bu qo'shiq Jaden Smith haqida, to'g'rimi? Roze, bugun nima uchun bu yerda ekanligingni bilasanmi? Yolg'on aniqlovchi test topshirish uchunmi? Biroz qo'rqyapman. Bu Jared, bizning poligrafiya mutaxassisimiz. Salom. Ulanishga tayyormisan? Bilmayman, go'yo momo ichiga tushib qolgandekman. Shunchaki taslim bo'lmasimdan videolarni ko'ryapman. Bu qanchalik aniq? Bu juda ham aniq. Rostdanmi? Boshlash uchun men qurilmani so'zlash uchun senga bir nechta savollar beraman. Qo'llaringni ushlab tur. Okey. Sening to'liq isming Rosanna Parkmi? Ha? Sen Blackpinkning a'zosimisan? Ha. Sen hozir poligraf test topshirmoqchimisan? Ha. Sen hayajonlanyapsanmi? Ha. Juda tayyormizmi? Tayyormiz. Biz hayotingiz mavzusida boshlaymiz. Mening hayotim. Siz Yangi Zelandiyada tug'ilgansiz va Avstraliyada ulg'aygansiz. Xo'sh, qaysi davlatga ko'proq sadoqatlisiz? Menimcha, mening eng yoqimli xotiralarim Koreyada o'tgan. Koreya bilan bog'liq, chunki 12 yil davomida u yerda yashaganman. Shuning uchun Koreya deyman. Hali ham birinchi sinov bosqichidamizmi? Biz allaqachon boshladik. Okey. Siz ingliz va koreys tillarini ravon bilasizmi? Hech qo'shiq aytayotganingizda adashib boshqa tilga o'tib ketganmisiz? Yo'q, lekin uxlab yotganimda telefonni boshqa tilda ko'targanman. Agar menga uxlab yotgan paytim qo'ng'iroq qilsangiz, koreys tilida javob beraman. Sahna ustida qo'shiq so'zlarini unutib qo'yganmisiz? Ha, juda ko'p marta. Hozir eslay olasizmi? Barcha qo'shiq so'zlarinimi? Hammasini? Yo'q. Bu borada unchalik yaxshi emasman. Hech qo'shiq so'zlarini unutib qo'yganingiz uchun mikrofonni tomoshabinlarga tutganmisiz? Ehtimol. Qaysi qo'shiq edi? Menimcha, Call yoki shunga o'xshash narsa edi. Yo'q, as if it's your last. Bu qo'shiq doim chalkashtirardi. Menimcha, boshqa qizlar ham bunga qo'shiladi. Bolaligingizda san'at o'qituvchisi bo'lishni xohlardingiz, orzuyingizdan voz kechganingizga afsuslanasizmi? Yo'q. Hozir mashhurlik va san'atni tashlab, san'at o'qituvchisi bo'lishga tayyormisiz? Yo'q. Siz san'atni yaxshi ko'rasiz-ku. Agar sizdan so'rasak, jajni chizib bera olasizmi? Ijodni? Voy, men ehtimol aslida men unchalik yaxshi emasman. Uzoq vaqtdan beri chizmayapman. Sinab ko'rishim mumkin. Aslida men unchalik yaxshi emasman. Anchadan beri chizmay qo'ygandim. Lekin sinab ko'rishim mumkin. Unday bo'lsa, xo'p, boshladik. Ko'zoynaklar. Ko'zlaringiz. Lekin men unchalik yaxshi emasman. Ko'zoynakni yaxshi chizganman menimcha. Bu eng yomoni. Buni qarang. Qalay, yaxshi chiqibdimi? Siz meni yomon ko'rasiz. Bolaligingizda fortepianoni yomon ko'rishingizni aytgansiz. Karyerangizga hisobga olib, endi unga e'tibor bergan bo'larmidingiz? Ha, albatta. Men 1-2 yil yana shug'ullansam yaxshi bo'lardi. Sizningcha ko'pgina bolalar darslardan voz kechishi kerakmi? Yo'q, menimcha shunday qilmasliklari kerak, chunki men endi afsusdaman. Agar o'shanda qilganimda hozir foydasi tekkan bo'lardi. O'zingizni hammadan ustun o'ylamaysizmi? Yo'q. So'nggi yillaringizni haydashni o'rganishga sarfladingiz. Buni odatdagidek yoshda qilish qiyin deb o'ylaysizmi? Ha, juda. Men biroz dangasaman. Shubhali. Ha, o'shanda men biroz dangasa edim. E'tibor bermang, kechirasiz. Pravani birinchi imtihonda olganmisiz? Yo'q, birinchisida yiqilganman. Mashina haydayotganda hech kimga o'rta barmog'ingizni ko'rsatmaganmisiz? Yo'q. Bu to'g'ri. Yo'lda muxlislaringiz sizni taniganmi? Yo'q. Avtomobilingizga shunday qilishni istagan bo'larmidingiz? Yuzimni ustiga qo'yishmi? Voy, yo'q. Menga umuman bunday narsalar yoqmaydi. Yo'q. Bu ham to'g'ri. Yes. Karyerangizdan. Siz ilk bor 2016-yilda Blackpink jamoasiga qo'shilgansiz. Bu sizning eng baxtli oningizmi? Hayotimdagi eng yaxshi lahza? Menimcha, bilmayman. Menimcha unday bo'lmagan. Men juda ham hayajonda bo'lganman. Siz va boshqa memberlar o'rtasida ochilgan guruh bormi? Ha. Bu guruhni hech o'chirib yuborganmisiz? Yo'q. Bu to'g'ri.
Guruhingizda kim aktiv? Menimcha eng aktivi Jisu. Eng zo'r memlarni kim tashlaydi? Hammasi yaxshi memlar yuboradi, lekin menimcha Lisa? Xuddi savol berayotgandaysiz. Lisa yoki Jenny? Bu to'g'ri. Blackpinkdan boshqa nomlar ham o'ylab ko'rganmisizlar? Ha, biz deyarli ping-pong demoqchi bo'lganmiz. Qaysi nomni yaxshiroq deb o'ylaysiz? Menimcha Blackpink. Qaysi guruh yaxshiroq? Blackpink yoki Disband? Yo xudoyim, bu judayam qiyin savol. Bu qizlar guruhi judayam yaxshi. Men Blackpink a'zosi bo'lganim uchun Blackpink desam bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri emas. Yo'q, to'g'ri emas. Yo'q, Blackpink zo'r. Nu mayli, ular judayam afsonaviy janob. Sevimli Spice guruh a'zoyingiz Pash. To'g'ri. Qaysi qizlar guruhi yaxshiroq? Blackpink yoki Freaky Friday filmidagi guruh? Yo xudoyim, men bu filmni yaxshi ko'raman. Lekin men aytamanki Blackpink. Bu to'g'ri. Blackpinkmi yoki bu guruh? Blackpink. Bu juda to'g'ri. Yes. Lekin Spice guruhdan yaxshiroq emas, to'g'rimi? Yo'q, Spice guruhdan yaxshiroq emas deyish mumkin. Sizning sahna nomingiz Roze. Googledan o'zingizni qidirsangiz vino nomi chiqaverishidan charchamaysizmi? Oh, ha, boshida shunday bo'lardi. Judayam afsus qilardim. Lekin hozir o'zim chiqaman. Menimcha vinoni yutib chiqdim. Hech sahnadagi nomingizni o'zgartirishni o'ylaganmisiz? Ba'zida ha, chunki ba'zi odamlar aytadiki Roze. Lekin o'ylaymanki hozir judayam yaxshi ko'raman. Restoranda hech qachon Roze vinosini buyurtma qila olmasligini his qilasizmi? Ha, men aslida Roze vinosini yoqtirmayman. Demak, siz hech qachon Roze sotishni istamaysiz. Albatta yo'q, agar men qilganimda ham mazaliroq va yoqimliroq bo'lardi. Benny Blanco bir marta tweet qilgan edi: "Kecha men o'z aydolim bilan uchrashdim. Siz va Blackpinkga ishora qilib, Benny Blanco sizning aydollaringizdan birimi?" Idols? Ha. Bu yolg'on. Lekin idollar juda ham ko'p. Barchaga salom. Bu video 15 daqiqadan iborat bo'lganligi uchun biz buni 2 qismga bo'ldik va bu birinchi qismi. Ikkinchi qismini ko'rish uchun bizni kuzatishda davom eting. Hamda obuna va like tugmasini bosishni unutmang.